Assalomu alaykum hurmatli futbol ishqibozlari. Info Time kanaliga xush kelibsiz. Kamina Sardor Ibrohimov. Bugungi futbol yangiliklarini sizlarga yetkazishdan mamnunman. Jahon chempionati 2026. O'zbekiston Jahon chempionatining debyut uchrashuvida Kolumbiyaga mag'lub bo'ldi. Meksika poytaxti Mexiko shahridagi Azteca stadionida 2026-yilgi Jahon chempionati K guruhining birinchi turidan o'rin olgan O'zbekiston hamda Kolumbiya milliy jamoalari o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Angliyalik Anthony Taylor boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib borgan uchrashuvda Kolumbiya terma jamoasi 3-1 hisobda g'alaba qozondi. O'yinning dastlabki qismida O'zbekiston hujum tashkil etishga urindi, biroq Abbosbek Fayzullayevning jarima maydonchasiga uzatgan to'piga Eldor Shomurodov yeta olmadi. Bunga javoban Kolumbiya futbolchilari qator hujumlar uyushtirdi. Ularning birida xavfli zarba darvoza ustuni yonidan o'tib ketdi. Bo'lim o'rtalarida Luis Diazning yo'llagan kuchli zarbasi darvoza ustuniga tegib qaytdi. 34-daqiqada Abduqodir Husanov aynan Luis Diazga qarshi kurashda qoida buzgach, hakam tomonidan sariq kartochka bilan ogohlantirildi. 41-daqiqada Kolumbiya hisobni ochdi. Luis Diazning uzatmasidan so'ng Daniel Munoz aniq zarba yo'lladi 0-1. Birinchi bo'lim shu hisobda yakunlandi. Ikkinchi bo'limni O'zbekiston ikkita o'zgarish bilan boshladi. Sherzod Nasrullayev o'rniga Farruh Sayfiyev, Oston O'runov o'rniga esa Dostonbek Hamdamov maydonga tushdi. 61-daqiqada O'zbekiston muvozanatni tiklashga muvaffaq bo'ldi. Eldor Shomurodovning zarbasidan so'ng Kolumbiya darvozaboni qaytargan to'pni Abbosbek Fayzullayev boshi bilan darvozaga yo'lladi 1-1. Oradan 5 daqiqa o'tib 66-daqiqada Kolumbiya yana oldinga chiqib oldi. Luis Diazning yo'llagan zarbasini O'tkir Yusupov qaytara olmadi 1-2. Ikkinchi bo'lim oxiriga kelib O'zbekiston hisobni tenglashtirishga harakat qildi, ammo urinishlar besamar ketdi. Ammo Kolumbiya terma jamoasi 3-golini urib, hisobni yanada yiriklashtirdi. Jaminton Campas tomonidan kiritilgan gol Kolumbiyaga ishonchli hisobdagi g'alabani taqdim etdi. Shu tariqa O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionatidagi debyut bahsida Kolumbiyaga 1-3 hisobda mag'lub bo'ldi. Ushbu natijadan so'ng Kolumbiya 3 ochko to'plab guruh peshqadamiga aylandi. Avvalroq o'zaro durang o'ynagan Portugaliya va Kongo terma jamoalari 1 ochkodan jamg'arib, keyingi o'rinlarni egallab turibdi. O'zbekiston hisobida hozircha ochko yo'q. Ikkinchi tur uchrashuvlarida 23-iyun kuni O'zbekiston terma jamoasi Portugaliyaga qarshi maydonga tushsa, 24-iyunda Kongo va Kolumbiya o'zaro kuch sinashadi. Hal qiluvchi 3-tur bahslari esa 28-iyun kuniga belgilangan bo'lib, unda Portugaliya Kolumbiya bilan Kongo Demokratik Respublikasi esa O'zbekiston terma jamoasi bilan bahs olib boradi. Fabio Cannavaro: bugungi o'yin biz uchun yaxshi bo'ldi deb ayta olaman. Kolumbiyaga qarshi uchrashuvdan so'ng jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Cannavaro matbuot anjumanida ishtirok etdi. O'yin qiziqarli o'tdi. Ikkinchi bo'limda biz o'yinni o'zgartirishga erishdik. Chap qanotdan imkoniyatlar yaratdik. O'yin nazoratini o'z qo'limizga olishga harakat qildik. Avvalambor biz O'zbekistonni butun dunyoga ijobiy namoyish etish uchun bu yerga keldik. Men doim jamoamga o'yin davomida faol harakat qilish kerakligini aytib kelaman. Kolumbiya singari jamoalarga qarshi o'ynash, to'psiz harakat qilish oson emas. Umuman olganda ikkinchi bo'limda yaxshi harakat qildik, biroq afsuski gol o'tkazib yubordik. Biz bu stadionda o'tgan ushbu o'yinni eslab qolamiz, chunki bu tarixiy o'yin. Biz Jahon chempionatidamiz. Bugungi o'yin biz uchun yaxshi bo'ldi deb ayta olaman. Xatolar bo'ldi, ular ustida ishlaymiz. Futbolchilarimdan faxrlanaman, ular yaxshi o'ynashdi. Bugun qiyin uchrashuv o'tkazdik. Bunday stadionda muxlislar qarshisida o'ynash oson emas, lekin bu sizga ko'proq motivatsiya berishi ham mumkin, degan mamlakatimiz terma jamoasining bosh murabbiyi Fabio Cannavaro. Azizbek Omonov uchrashuv yakunidan so'ng bahs haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. O'yinni ko'rsatdi, birinchi bo'lim moslashmoqliklari. Jamoa juda jamoat o'rganyapti. Bolalar o'ziga ikkinchi bo'limda ishongandan keyin ikkinchi bo'lim ko'rgan bo'lsalar, tengma-teng harakat qildik, ba'zida jihatdan ustunlik qildik deb ham o'ylayman. Xudo xohlasa, keyingi o'yinlarda yana vaziyatni yaxshilashga harakat qilamiz. Kolumbiya terma jamoasida sizlarga eng ko'p xavf tug'dirgan narsa nima bo'ldi bo'lasizda? Yangi kurashlar biz ularni bilsak agar ularni Diazni olaylik, ularni o'yinni ko'rgan bo'lsangiz, Diaz ham ko'p narsani hal qildi.
shu ikkalasi ko'proq muammo tug'dirdi deb o'ylayman bizga. Portugaliyaga qarshi o'yin Kolumbiyaga nisbatan osonroq bo'ladi deysizmi? Har bir o'yin o'ziga yarasha murakkabligi bor. Masalan, bugungi o'yinni olsak, ikkinchi bo'limda ham biz ulardan ko'ra jihatdan ustunlik qildik deb o'ylayman. Kurashlarda ham futbol tomosha qilishga ham yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. O'zbekiston terma jamoasi futbolchilarining Kolumbiyaga qarshi o'yini qanday baholandi? O'zbekiston milliy terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionati K guruhi birinchi tur doirasida Kolumbiyaga qarshi maydonga tushdi va 1-3 hisobda mag'lub etildi. Sofizkor portaliga ko'ra, Bosbek Fayzullayev oq bo'rilar safida eng yaxshi futbolchi deb topildi. U 60 daqiqada O'zbekistonning yagona va hisobni tenglashtiruvchi goliga mualliflik qildi. O'zbekiston terma jamoasi asosiy tarkib futbolchilariga qo'yilgan baholar: O'tkir Yusupov 5.4 ball, Abduqodir Husanov 6.2 ball, Rustamjon Ashurmatov 6.5 ball, Abdulla Abdullayev 6.8 ball, Sherzod Nasrullayev 6.3 ball, Behruz Karimov 6.4 ball, Akmal Mazgavoy 6.5 ball, Otabek Shukurov 6.9 ball, Oston O'runov 6.5 ball, Abbosbek Fayzullayev 7.1 ball, Eldor Shomurodov 6.1 ball. Shu tariqa oq bo'rilar Jahon chempionatining guruh bosqichidagi dastlabki uchrashuvda imkoniyatni boy berdi. Umumiy jamoaviy baholashda Kolumbiya terma jamoasi 6.81 ball, O'zbekiston esa 6.41 ballga loyiq ko'rildi. Umuman olganda o'yinning eng yaxshi futbolchisi deb 8.5 ball olgan kolumbiyalik Luis Diaz. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.